Hammamizga ma'lumki, O'rta Osiyo hududi azal-azaldan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan va asosiy dehqonchilik mahsulotlaridan bittasi, yo'nalishlardan bittasi bu qovunchilik hisoblanadi. O'zbekistonda asosiy qovun yetishtiradigan regionlar bular 5 ta hisoblanadi. Bular o'sha Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari hisoblanadi. Mana hozirgi kunda 2017-yilning 13-iyun kuni mana bugun aynan Qashqadaryo viloyatida bo'lib turibmiz, qovun dalasida. Bugungi faoliyatimizdan maqsad shuki, qovunchilikda terimdan keyingi bo'ladigan amaliyotlar haqida suhbatlashish, ya'ni qovunni to'g'ri uzish, qovunni konteynerlarga joylash va o'sha qovun dalalaridan mahsulotni tezda o'sha sovutish uchun transportirovka qilish va undan keyingi bo'ladigan tadbirlar, bular o'sha qovunni sortirovkasi, upakovkasi va eksport bozorlariga tayyorlash haqida bugun ma'lumot berib o'tamiz.